Assalomu alaykum, men mehribon onajonlarim. Bugun Dubayda shundoq Burj Xalifani tagida shahzodalar o'tirib fontan tomosha qiladigan joyda bizga taqdimot marosimida eng yaxshisi, eng sifatlisi, eng yaxshi ustoz, eng yaxshi massaj markazi nominatsiyasini berishdi. Bugun hamkasblarim bilan birga keldim. Bu haqqoniy, международный вручение. Bu yerga hammani ham tanlashmasa ekan, chaqirishmasa ekan, eng zo'rlarini chaqirishdi. Hamkasblarim Nargiza, Surayo bilan birga butun O'zbekiston, O'rta Osiyo bo'yicha bizani tanlashibdi. Hozir xursandchiligim ichimga sig'mayapti. Bunaqa taqdirlash marosimi bilan o'zimni hamkasblarimni chin dildan tabriklayman. Allohim ishlarimizning rivojini bersin. Bundan buyog'iga ham bolalarga, onalarga shifo ulashishdan charchamaylik va kattakon rahmat meni ota-onam bilan meni komandamga. Sizlarni juda ham